Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari va bizni endigina kuzatib boshlagan hurmatli vatandosh. Inshaalloh bugungi videomiz sizlarga juda ma'qul keladigan umiddaman. Sababi musofir yurtda yurib, mana shunday bir-biridan chiroyli islomiy sovg'alarni ota-onangizga, yaqinlaringizga ulashishingiz mumkin. Biz orqali albatta bizga aloqaga chiqsangiz inshaalloh yetkazib beramiz. Bu yerda nafaqat Qur'on, joynamoz, tasbeh, duhi bu komplektlardan tashqari tug'ilgan kun va boshqa marosimlar uchun har qanday sovg'alar mavjud. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va qaysi sovg'a sizga ma'qul kelsa, telefon raqamlarimiz ekranda, bizga aloqaga chiqib buyurtma berishingiz mumkin. Tojikiston bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Demak do'stlar, boshlaymiz. Mana bu yangi keldi, bir-biridan chiroyli 3 xil rangda nabot. Birinchisi qora. Qur'on, obi zamzam, elektron tasbeh, oddiy tasbeh va tagida qora chiroyli joy namozi bilan birga. Hammasi komplekt, ichi oq ko'rinishda. Va mana bunisi qizil. Qur'on ichidagilari ham qizil rangda, o'ziga moslangan elektron tasbeh, obi zamzam, misvok tasbehlari bilan va tagida o'zini rangidagi qizil joy namozi. Va mana bu rangi juda ham chiroyli sveti. Ichidagi tasbehlari ham chiroyli. Qur'oni ham korobkasiga mos va joy namozi ham o'zini rangida. Va mana bunday Ka'bani maketi, bu ham Qur'oni Ka'bani rangida, tagida qora chiroyli joy namozi bor, katta joy namozi. Va so'raganlar uchun elektron tasbehlar, elektron Qur'onlar bor. Va bundan tashqari mana bunday qutida 5 xil rangda komplektlarimiz bor, joy namoz, tasbeh, Qur'oni bilan. Va mana bunday alohida komplekt, bir xil hamma komplekti Qur'oni Karim, tasbeh, misvok, elektron tasbehi. Buni joy namozi yo'q. O'zi mana shunaqa shaklda kelgan. Va sizlarga yana bir zo'r narsa ko'rsataman. Elektron shar, svetilnik, ya'ni har xil svetda bo'ladi. Bu o'zini pulti ham bor, telefon orqali, programma orqali boshqarsa ham bo'ladi. Bluetooth bilan internet ishlaydi. Bir necha xil tilda Qur'on o'qib beradi. Telefonda boshqarsangiz ham bo'ladi. Bu yana ranglarni ham o'zgartirsa bo'ladi. Har xil rangga kirgizib. Qorilarni tanlaysiz, birorta qorini qo'yasiz, o'qiydi. Xohlasangiz buni tillarni o'zgartirasiz. Xohlagan tilingizda, misol uchun qo'yamiz, uni o'zbekchasini qo'yamiz. O'zbekcha tarjimasini beradi. Tarjimon qiladi. Yoki ruscha. Mana shunaqa sovg'alarimiz ham bor. Bularni ham inshaalloh yetkazib beramiz, chiroyli upakovka qilib. Juda ham chiroyli shaklda. Mana bu o'zini pulti bo'ladi. Mana pulti orqali boshqarsa ham bo'laveradi. Agar telefoningizga programmasini skachat qilsangiz, telefonda boshqarasiz yoki o'zini pulti bor. Bundan tashqari mana bunday suvenirlar bor. Arabiy harflarda yozilgan paraxodlarning shakli bu ganchda, ya'ni albastrda tayyorlangan, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Alloh Muhammad yozilgan komplekti juft
qilib yasalgan. Undan tashqari mana bundaqa oyatlar, Yosin, Oyatul Kursi yozilgan kartinalar bor. Bundan tashqari tug'ilgan kun va boshqa marosimlarga har qanday sovg'alar bu yerda mavjud. Yumshoq o'yinchoqlar, qiz bolalar, o'g'il bolalar uchun o'yinchoqlar. Magazin manzilimiz Tojikiston Tursunzoda shahri 5-mikrorayonda joylashgan. Sizlarga yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Mana bunday bir-biridan chiroyli tasbehlar bor. Agar siz kimgadir sovg'a qilsangiz, o'sha kishini tasbehga mana bunday qilib chiroyli qilib ismini yozdirib berishimiz ham mumkin. Bu yerga mana Modarjon yozilgan. Bundan tashqari farzandlaringiz uchun, o'g'il va qiz bolalar uchun juda ham bir-biridan chiroyli o'yinchoqlar, yumshoq o'yinchoqlar, odambarvar keladigan yumshoq o'yinchoqlar ham mavjud. Xullas, eng saralari ushbu do'konda. Marhamat, bizga murojaat qilsangiz, biz inshaalloh yetkazib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang va kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qilib qo'ying.